Assalomu alaykum, hurmatli 300 kanali obunachilari. Tayyor bo'lgan konteyner domiklarimizdan qisqacha obzor qilib beramiz. Birdaniga ikkita konteynerni Jizzax viloyatiga tayyorlab dastavka qilib beryapmiz. Yuklanish jarayonida qisqacha obzor qilib o'tamiz. 6 metrlik, balandligi bo'lsa 290 lik konteynerga tayyorlangan. Seriya kraska sepganmiz va temir eshik qo'yilgan bitta. Xonamiz razmeriga keladigan bo'lsak 2.20 ga 4.5 metr bo'ldi. Apshipkalarimiz laminat qilingan, ya'ni dispo laminat 1.6 qalinlikda bo'ldi. Ixchamgina qilib oshxona mebeli qo'yib berganmiz. Bu yoq tomonimiz bo'lsa sanuzel. Sanuzelimizda rakvina, unitas, dushovoy va ariston qo'yib berganmiz. Bunimiz ofis hisobida bo'ldi. Endi ikkinchisini ko'rsatib o'tamiz. İkinci konteynerimizde ham razmerlari bir xil. Xonamiz razmeri ham 4.5 metrga 2.20 bo'ldi. Apshipkalarimiz bir xilda dispo laminat bo'ldi. Bunga ishchilar uchun ixchamgina yotoqxona ham qilib berganmiz, ya'ni 4 kishilik karavot qo'yib berganmiz. Bu tomonimizda sanuzel. Sanuzelimizda bu tomonda ham tarakvina, unitas, dushovoyi va 50 talik ariston qo'yib berganmiz. Kimgadir shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvoyda tumani Dehqonobod qishlog'ida bo'lyapti. Videoga bitta like bosib, bizni qo'llab qo'ysalar xursand bo'lamiz.